yerda xoreografsiz, to'g'rimi? Kim xoreograf bu yerda? Xoreografimiz Umida Xoliqnazarova ba'zi bir nimalarga kelolmay qoldi. Demak, bu yerda xoreografik harakatlar Otabek aka shu hafta ham to'xtalsakda, bitta folklor dastani yaratish uchun, bitta ijro bo'lishi uchun qancha kishi harakat qiladi bu yerda? Mana hozir qarang, raqslarda harakatlar aniq, chalkashib ketmayapti. Oxiridagi tugash ham chiroyli tugayapti-da. Uzviyligi, bog'liqligi ham bor qanaqadir, a? To'g'risi. Qo'shiqlarni, harakatlarni shular haqida ma'lumot bersangiz. Bu haqida ma'lumot bersam, bu raqs o'rgatuvchimiz harakatlarni qo'yadi, musiqa rahbarimiz musiqa rahbari. musiqasiga qiladi. Men badiiy rahbar hammasini kelishamizda qilamiz. Chunki men sizga boya ham aytdim, o'zimiz shu narsada katta bo'lganmiz. Chunki his qilamiz. Biz menga ustozim aytar edi-da, men sibiziq chalaman. Sibiziq chalganingda Otabek, sen his qil. Bu his qilish degani shunda tushunganman. Keyin shu ustozim gapi bilan chalganimda, his qilganimda men 100 yil orqada bobomlarni ko'rganman. Tog'i toshda yurgan bobomlarni ko'rganman. Hozir Sibizg'a bormi yo'qmi yoningizda? Yo'q, yonimda yo'q. His qilganman. Shunda ham his qilsangiz juda oson. Raqsga tushisham, bolalarga aytaman doim, his qilib o'yna. Sen nimaga o'ynayapsan? Qanday musiqaga o'ynayapsan? His qilinglar deb. Hozir jamoada bolalar soni nechtani tashkil qiladi? Jamoamizda bolalar soni 22 ta, lekin tadbirlarga olib keladiganimiz 14 ta. Demak, ular zaxirada. Ha, ular zaxirada. Chunki kichkina qizlarimiz ham bor-da, 3 yosh, 4 yosh qizlarimiz bor. Kichkina o'rganib, shakllanib kelyapti. Urgansin degan ma'noda unda olib kelmaganmiz. Keling, shu o'rinda yana bir ma'lumot taqdim qilsangiz, mana shu bolajonlarni tanlab olishda qaysi jihatlarga e'tibor qaratasizlar? Aynan sizlarga qanaqa bolalar kerak? Mana hozir qizlarni ko'rdik, shunaqa sho'x-shodon o'ynayapti. Ularda qanaqadir xarakter xususiyati ham boshqacha. Shu savolni sizdan kutgan edim. Shu savolni bu Marvarid folklor etnografik namunani bolalar jamoasi deyilyapti. Ya'ni nima? Bizga nima uchun unvon berildi? Nima uchun unvon berildi? Maqsad, bu unvonni berishdan maqsad xalq orasida deyapti, yoshlarni qamrab olish. Nomoddiy madaniy merosni unutilib ketayotgan nomoddiy madaniy meroslarni bolalarga singdirish. Singdirish biz bularni Bandixon tumani 9-son madaniyat markazi qoshida tashkil etilgan Marvarid folklor etnografik namunali bolalar jamoasi. Lekin biz bu bolalarni boshqa mahallalarda olganmiz, terib olganmiz. Boshqa mahallalar. Lekin hozir bu yerda rahmat deyman, shu 13-maktab Bandixon tumani 13-sonli maktabning o'quvchilari. Boshqa joylardan, boshqa mahalladan ham bor. Yo'q, tuman uchun farqi yo'q-ku, mahallalar. Qaysi mahalla bo'lsa ham. Yo'q, tuman uchun farqi yo'q, lekin qamrov darajasi katta bo'lsa kerak. Bu qamrov bizga nomoddiy madaniy merosni bularga o'rgatishimiz kerak. To'g'ri. Folklor bo'lgandan keyin folklor havaskorni yig'ish kerak. Atrofiga, yoniga olish kerak. Masalan, qo'shni qishloqdan ham olish kerak, bu qo'shni qishloq faqat shahar bo'lib qolmasi kerak-da. Markaz bo'lmas. Markaz bo'lmas, yig'ish kerak. Yosh toifasichi? Yosh toifasi 14 yoshgacha. 14 yoshgacha bo'lgan bolajonlarni. Demak, agar bizni bandixonliklar ko'rayotgan bo'lsa, sizning farzandingiz ham 14 yoshgacha bo'lsa, marhamat, mana shu jamoaga farzandingizni berishingiz mumkin. Ular bizning milliy qadriyatlarimiz tarannumiga ham o'z hissasini qo'shadi, mubolag'a bo'lmaydi. Demak, jamoaning oxirgi menimcha bitta repertuari qoldi. Uni ham tomosha qilamiz. Marhamat. Va ayni damda mehmonlarimizni kuzatsak, Otabek aka, Guljon opa, marhamat. Kun tilaklari bo'lsa yo'llashingiz mumkin. Bayram tabriklari bo'lishi mumkin. Marhamat. Avvalambor shu Navro'z ayyomi bilan barcha yurtdoshlarimizni tabriklayman. Hammaga yosharish kayfiyatida bo'lsin, hamma. Rahmat. Sizga ham va jamoaga ham omad tilaymiz. Guljamol opa. Mana shu 2025-yil Navro'z ayyomimiz barchamizga muborak bo'lsin. Yangilanish, yasharish ayyomi barchani xonadoniga qut baraka, rizq ro'z olib kelsin deymiz. Shu o'rinda bizni Marvarid jamoamizni qo'llab-quvvatlagan barcha rahbariyatimizga, maktab ma'muriyatimizga, hokimiyatimizga tashakkurlar deymiz. Ota-onalarimizga ham rahmat deymiz. Albatta, mana shu o'quvchilarimiz kelajakda vatanparvar, vatanimizni sevuvchi o'quvchilar bo'ladi degan umiddamiz. Hammaga bayram muborak bo'lsin deymiz. Rahmat.